Assalomu alaykum, sog'misiz, omonmisiz? Boğaz qaçarlar ve sağın sellerde çıkaramiz bu videoda. Aldığım videoda yaş qaçarlar, o'gizlar bari chiqqan. Assalomu alaykum. Boğaz mı ekan bu? Boğaz o. Necha oylik boğaz ekan? 5 oylik boğaz. Birinchi bolasizlarmi? Necha so'm ekan narxi? 14 ayda atılmaz. 14 milyon aytilyapti. So'ragani qancha bo'ldi? 11,5. 11,5. 12larga chamalasa berasizmi? O 12'lerge beremiz dep turibmiz. Bo'ldi, xudo xolasa yana. Ya malınız tushadi. Hey, yaşıllı. Başka başka kaçalım. O hamma chiqaradi bu yerda yaşıllı. Bo'ldi. 15. Satish maqsadida emas, qur bozorda aylantirib berish maqsadida olib chiqadi ekan. Bo'zmi ekan bu? Necha oylik? 20 kunga tug'adi deydi. Necha so'm ekan? 15 milyon. Javobmi 20 kunga? Bir oy. Bir oyga tug'adi deydi. Bir mal ana tuvat degan maldan dumumanda 3 kun almaysiz. Ya endi bir oy deb o'tirman-ku shunga 20 kunga. Hava, shunga pilis. Bir shunga pilismiz bir oy dedimda 20 kun deganga. Asli 9'dan indigan. Bo'ldi. Yana aka. 15 dedingizmi? Necha so'mga so'radi qani? 12. 12 milyonga. 12 ning ustunda tamak ko'p ekanmi? Sal yana bo'lsa klient tutayar, xudo qalasa topib beraman o'zim. Sal yana kelishtirib bersangizlar. Bo'ldi. Ana aka. Shunday mal oladigan odamlar bo'lsa-da, aloqa chiqib qo'ysangizlar, xudo qalasa araga tushib tovib ham beraveraman. Albatta o'zingiz ham kelib ko'rasizlar. Hozir bir akamiz aytib qo'ydi, shu mal aloji bo'lsa 2 dona yosh qachar deydi. Men aytdim 2 yosh qacharni kalayotgancha bir oy 2 oy tug'ishini yaqinlab qolgan sovun serasangiz, sirazi sutga kirasiz. 1 yil baqsangiz, darrov ullayadi qachar ham bo'g'azi, yana apasi darrov qochib ketsa, 2 yildan ichida 3 malli bo'lib qolasiz deb ozgina aytdim, onda bo'ladi. Sovun ser shu. Bo'g'az qachardan qisqasi ko'r onda deydi. Qisqasi shunday aytsangizlar bo'ladi. Xo'sh. Bo'g'azmi ekan bu yaşıllı? Sirmagan. 3 oylik bo'g'az, ha? 3 oylik bo'g'az qachar ekan. Necha so'm narxi? Narxı 15. 15 milyon aytilyapti. Necha so'mga so'radi? 12 yangidan so'rab qo'ydi. 12 milyon 500 gacha chiqibdi. Yaxshi savdangizni bersin. Gigantikus. Yuqorroq, irroq mollardan. Assalomu alaykum. Bo'g'azmi ekan? Necha oylik? 7 oylik bo'g'az ekan bu buni. Necha so'm narxi? Narxi necha so'm? 25 milyon aytib turibman. 22 milyon so'rab turibman. 25 milyon aytilgan, 22 ga chiqqan. Ana 21 ga so'rayotgan ekanmiz. Bo'g'azmi ekan? Necha oylik bo'g'az? 7-8 oy atrofida deydi. Narxi necha so'm? 11. Nechanchi bolasi bu qarnindagi? 4-5 tug'an. Bir 4'te 5'te tug'an ekan qisqasi. Yaxshi savdangizni bersin. Bo'g'azmi ekan bu? Necha oylik bo'g'az ekan? 1 oyga tug'adi o'zi. 8 oylik bo'g'az. Narxi necha so'm ekan? 25 milyon aytilyapti. Nechanchi bolasi ekan qarnindagi? Birinchisi deydi. Necha so'mga so'radi bozor? 20 ga chiqdi bozor. 20 milyonga chiqibdi bozor. Kimga qiziq bo'lsa, ana shunday narxlarda yaxshi savdalaringizni bersin. Xo'sh. Hey. Sababi ne o yaşlı? Assalomu alaykum. Satmaga olib chiqqanmiz sakın. Ben xalq ko'radi-ku. Men olib chiqib videoda ko'rdini. Malınızda tushiraman ya, siz ko'rinmaysiz. Ko'ringanda ham erkak odammiz, yaşlı. Bo'g'az qo'y. Hech yetib o'tirman, просто xalqqa qiziqdi.
Xalqqa qiziqda va yashilda shunday narxlar. Mollar. Narxini ayting bo'ldi. Buvozmi, qisirmi? 30 million. Necha oylik buvoz bu? Qisirmagan. Necha oylik buvoz ekan? 6 oylik buvoz ekan. 30 million. Yana savdangizni bersin. Buvozmi ekan? Necha oylik buvoz ekan bu? 7,5. 7,5 oylikmi endi? Oylig'i bor. Bo'l, 7 oydan o'tgan ekanda qisqasi. Necha so'm narxi? Bahası 20. 20 million aytilyapti. Nechanchi bolasi ekan qarnimda? Ikkinchi bolasi. Yo'q, hech kim pul bermaydi. Yo'q, bermaydi. Pul bermaydi yaxshi. O'zimizda qiziqish shu xalqqa foydali bo'lishi uchun qo'ldan kelgancha tushirib beramiz. Buvozmagan bu? Assalomu alaykum. Necha oylik buvoz ekan xola? Noyabrning 10idan qamaytyapti. Noyabrning 10ina qamay deydi, xudo qalasa yana. Necha so'm ekan narxi? 18. 18 million aytilyapti ham. Savdolarni bersin. Ular mana zo'r ekan bular ham. Assalomu alaykum. Buvozmi ekan? Aytavering azg'an, nu nesi va malins ko'rinib turibdi. 18. 18 million ekan. Qisqasi arada. Haligacha shunday odamlar bor. Assalomu alaykum. Qachormagan bolasi? O'gitcha o'jak. Nechanchi tug'ishgan bu? Birinchi bolasing. Necha litr suti bor? 4 litr. Azan kech 4 litr suti bor. Narxincha so'm ekan? 14. 14 million aytilyapti. Yesh ichishi sazg'o bo'lgan. 100%. 100% deydi. Necha so'mga chiqdi? Necha so'mga chiqdi bozor? 10,5-11 so'radi. 10,5-11. Bo'ldi, men tushiramiz. Bu sovun bolasi bor-ku? Ana, bo'ylari baland. Ha, bag'atg'on yeri bo'lib turibdi ekan. O'gitchami? O'gitcha o'jak. Nechanchi bolasi ekan? Ikkinchi bolasi ekan ana. Ikkinchi bolasi. Necha litr suti bor buning qani? 5 litr suti bor. 15 litr suti. 15 litr beradi. Aniqmi? Bunda malades bu. Aytamiz hozir necha so'm ekan narxi? 32 million. Nomer aytsanglar aytib o'ting ana. 97 dan 505 56 94. Manzil nerede? Mang'itning moli ekan ana. O'zimizning Mang'itning moli ana. Kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqaverasizlar. To'ymaydi yana. Bo'ldi. Kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqaverasizlar, xudo xolasa. Necha litr suti bor ekan? 11 litr suti bor ekan. Nechanchi bolasi ekan bu? Ikkinchi. Uchinchisini buvoz ham. 3 oylik buvoz ham ekan. Necha so'm narxi? 30 million aytilyapti ana. Bunga qiziq bo'lsa. Necha so'mga so'radi bozor? Bozor 24 millionga chiqibdi bozor. Savdangizni bersin. Nechanchi bolasi ekan bu? Qachormi o'gitcha? Qachor ekan. Necha litr suti bor ekan? 7-8 litr suti bor ekan. Necha so'm ekan narxi? 24 deyotirmiz. 24 million aytilyapti. Necha so'mga so'radi bozor? 20 ga yaqin so'rabdi. 20 ga chamalab so'rabdi. Mana savdangizni bersin. Xo'sh. O'zimi bu? Ha, bo'ldi. Qachor, ha, bolasi. Nechanchi bolasi bu? Ikkinchi. Ikkinchi bolasi ekan.
Siz taklifini ko'proq Necha litr suti bor ekan? 6 litr. 3 litrdan 6 litr suti bor ekan Ozangich. Narxi qanchasi? 22 million aytilyapti. So'ragani qancha chiqdi? Qanchaga chiqdi bozor? 18 millionga chiqqan. Yaxshi, savdolarimizni bersin. Bu qisir deydan zang. Xo'sh, mallardan ko'p. Lekin mallardan kam. Buni tushirib o'taydim, menimcha adashmasam. Xo'sh. Necha litr suti bor ekan? Assalomu alaykum. Yesi boshqa. Shunday deb ko'p odam netadini. Xo'sh. Shu bilan pochta buni da olamiz ekan. Shu bilan pochta yakunlab qoladi. Masam qachar? Necha so'm ekan? 30 million aytadi. 30 million aytilyapti ekan. 30 million. Nima deydi mana? Bolasam salkam yetishib qolib o'jak ana. Xo'sh, shu bilan son seriyalimizdan barisini yakunlaymiz. Videolarimiz birin-ketin joylanaveradi, bemalol o'tib ko'raverasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.